Dasturimiz davom etadi. Aslbek, ishonch raqamlariga murojaat qilib turasizmi? Umuman olganda ularni faoliyatlarini qanday baholaysiz? Albatta foydalanib turaman. Kuni kecha ishonch raqamlariga ishim tushib, qo'ng'iroq qilganimda, to'g'risini aytaman, bir necha daqiqa kutib qoldim va kutganimdan keyin bo'lsa ham qo'ng'irog'imga javob berishmadi. To'g'ri, bu holatga ko'plab vazirlik, idora va tashkilotlar jiddiy qaraydi. Kol operatorlar ham juda ham ko'p. Ba'zida qo'ng'iroq qilganingizda birdaniga javob berishadi. Lekin shunday tashkilotlar ham borki, ularni soatlab kutishingga to'g'ri keladi va kutganingda ham telefonlarga javob berishmaydi. Bejiz bu savolni bermadim. O'zi umuman olganda ishonch raqamlariga ishonsa bo'ladimi? Shu mavzuda bizda lavha bor, tomosha qilamiz. Har bir muammo tinglanishga va yechim topishga loyiq. Ayniqsa odamlar dardini ayta oladigan va chin dildan yordam kutadigan joy bu ishonch raqamlari bo'lsa. To'g'rimi? Bizni bugun bir savol o'ylantiryapti. Ishonch raqamlariga telefon qilamiz-u, ammo go'shakni hech kim ko'tarmaydi. Ishonch qoladimi? Biz aynan shu savol bilan bugun ko'chaga chiqdik. Aholi fikrini o'rgandik. Ishonch raqamlaridan foydalanganmisizlar? Yo'q, raqami yo'q. Sizchi? Transportlar uchun 1062 nomeri bor. O'shanga bir muammo bo'yicha qilganman. Umuman tushunmaganman. Albatta ishonch raqamlaridan foydalanaman, lekin ko'p ishlamaydi, tushib bo'lmaydi. Qayta aloqaga chiqasiz, tushib bo'lmaydi. Oliy ta'lim vazirligiga qilganman, ololmaganman. Ha? Ta'lim sifatini yaxshilash inspeksiyasiga telefon qilganman, ko'tarmagan. Ishim tushmagan. Sabzali ko'p bo'ladi. Kutib o'tiramiz ko'proq navbatlarni. Navbatimiz kelguncha diqqatimiz oshib ketadi. Ko'p ta'lim yo'nalishlariga telefon qilamiz. Ko'pincha biz rosa navbat kutamiz, lekin hech ham navbatimizga kelmaydi. Qanaqadir muzikalar qo'yib beradi. Nima deb o'ylaysiz? O'zi ishonch raqamlari haqiqatan ham ishonchlimi? Ishonchli emas. Men o'zim foydalanmayman, lekin eshitib yuraman, ko'tarishmaydi deyshadi. Ishonch etsa ham bo'ladi, lekin talabguncha javob bermaydi. Menimcha yo'q. Yo'q, bir xil payt aytishadiki, elektr reset o'zidan ili JK o'zidan deyishadi. JK telefon qilish kerak, keyin unga telefon qilish kerak, unga chiqish kerak, unga chiqish kerak, bir-biriga soladi. Sizlar bilan birgalikda aholi fikrini eshitdik. Endi esa biz ham bir necha tashkilot va vazirliklarga telefon qilib ko'ramiz. Qani ular rostdan ham qo'ng'iroqlarga javob berishadimi yoki aksincha? Sog'liqni saqlash vazirligiga telefon qilamiz. Assalomu alaykum. Siz Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qildingiz. Iltimos, operator javobini kuting. Xizmat sifatini yaxshilash maqsadida sizning suhbatingiz yozib olinishi mumkin. Hozir soat 12 dan 39 daqiqa o'tdi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa hali bizning so'rovimizga javob bergani yo'q. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi o'chib qoldi. Chaqiruv bor, ammo javob yo'q. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Raqam noto'g'ri terilgan. Iltimos tekshirib qaytadan Guvohi bo'lganingizdek, ushbu raqam noto'g'ri terilgan deyapti, lekin biz bu ishonch raqamlarining barchasini advice.uz saytidan olganmiz. Ana endi biz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ichimlik suvidan foydalanishni nazorat qilish davlat inspeksiyasiga telefon qilamiz. bog'lanish mumkin emas. Nomer munosib bo'lsin. Call is not recovered. Ana endi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligiga telefon qilamiz. Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligiga qo'ng'iroq qildingiz. Iltimos, xodimning ichki raqamini tering yoki operator javobini kuting. O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga qo'ng'iroq qildingiz. Agentlik xodimining ichki raqamini tering yoki mas'ul xodim javobini kuting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Davlat tashkilotlarining ishonch raqamlariga sizlar qaraysizlarmi? Bizning yo'nalish bo'yicha shunaqa. O'zi call centerlar qanday ishlaydi ishonch raqamlari? Odatda ular vazirlikning o'zida bo'lishi kerak. Aha. Yoki ko'p vazirliklar nima outsource qiladi, Uzbek Telekom boshqa shunga o'xshagan nimalarda katta nimalar bor, operator call markazida bor. Xulosa qilib aytganda, ishonch faqat raqamlarda emas, balki tizimda, munosabatda va yuraklarda bo'lishi kerak.
Bugun javob berilmagan qo'ng'iroq ertaga katta ishonchsizlik va jamiyatdagi sukutga olib kelishi mumkin. Biz bugun muammo borligini ko'rsatdik va unga tez orada yechimlar kutib qolamiz. Ishonch raqamlariga ishonish yoki ishonmaslikni esa o'zingiz hal qilasiz.